Uy sharoitida tez va oson ko'ksi tayyorlaymiz. Ishimizni ko'ksi xamirini sovuq suvga solishdan boshlaymiz. Oilada kam odam bo'lsa, bitta xamir, ko'pchilik bo'lsa, ikkita xamir ishlatsanglar bo'ladi. Xamirimiz tayyor bo'lguncha go'shtimizni pare shakliga to'g'rab, ozgina soya, bir qoshiq shakar bilan marinovka qilib olib qo'yamiz. 10-15 minutga. Ungacha bu yerda karamimizni mayda pare shaklida to'g'rab olamiz. Ozgina tuz sepib, g'ijimlab, ustiga og'ir narsa bilan bostirib qo'yamiz. Suvlari chiqib ketishi kerak. Ungacha bu yerda bodringlarimizni ham yarim qo'lsa shaklida to'g'rab, unga ham ozgina tuz sepib, uni ham ustiga og'ir narsa bilan qo'yib qo'yamiz. Bu arada go'shtimiz tayyor. Tavaga ozgina yog' solib, go'shtimizni selib chiqquncha qovuramiz. Bitta maydaroq piyozni to'g'rab solib, tagini pasaytirib dimlab qo'yamiz. Bodringlarning suvini sirqib tashlaymiz, suvni ishlatmaymiz. Ozgina ziravorlar solib, bitta dona chesnokchani tyorkadan o'tkazib, 2 osh qoshiq yog' solib aralashtiramiz. Oxirida ozgina petrushka to'g'rab solamiz bodringga. Bodringimiz tayyor. Bu yerda karam ham xuddi shunaqa suvni sirqib tashlab, ozgina ziravorlar solib, karamga ukurib solamiz. Karam ham tayyor. Endi suvini tayyorlaymiz. Bitta pomidorni tyorkadan o'tkazib, tuz, shakar, soya, uksus solib, suv qo'yamiz. Oxirida ta'mini ko'ramiz. Nimasi kam bo'lsa, o'shanga qarab qo'shishimiz mumkin. Hammani tabi har xil bo'ladi. Oxirida bitta bodringni tyorkadan o'tkazib, ozgina zelin sovuramiz. Suvimiz ham tayyor. Ustini bezagiga bitta pomidorimizni ham pare shaklida to'g'rab olamiz. 5 ta tuxumimizni ozgina tuz bilan aralashtirib, xuddi bilinchikdek pishirib olamiz. 4 ta 5 ta bilinchik chiqadi. Uni ham pishgandan keyin pare shaklida to'g'rab tayyorlab olamiz. Hamma masalalarimiz tayyor bo'lgandan keyin kattaroq idish olib, birinchi xamirimizni solamiz, keyin sekin-sekin tayyor bo'lgan masalalarimizdan ozgina-ozginadan solib chiqamiz. Oxirida ustidan suvini qo'yib, dasturxonga tortamiz. Hammaga yoqimli ishtaha. Shu uslubda ham tayyorlab ko'ringlar. Meni uyimdagilarga juda ham yoqadi. Yozda mazza qilib yeyiladigan ovqat. Kattalarga ham, kichkinalarga ham birday yoqadi. Hammaga yoqimli ishtaha.